o'zgacha kayfiyat. Samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qalbi quyoshlar. Jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun. Kutilmagan tabriklar loyihasi ijodkorlari insonlarning ko'ngillarini ko'tarib, shod aylashda davom etmoqda. Bugungi kun qahramonimizga atalgan tabriknomamizni o'z egasiga yo'llab qo'yamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Hayajonli daqiqalar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 29-may sanasi bilan tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Dilfuzaxon bilan bog'landikmi? Ha, men bo'laman. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Salomat bo'ling. Ayni daqiqalarda sizni ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan kutilmagan tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyihaning boshlovchisi Munisaxon bilan suhbatdasiz. Bugungidek tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim tanajoningiz sog' bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurishlik nasib ro'z aylasin. Bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin bir insoningiz tomonidan siz uchun ajoyib bir tabriknoma yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim, naqa insonlarni ko'p. Xayolingizga kim kelyapti birinchi bo'lib? Xolammikan? Yana taxminlaringiz bormi? Ayam bo'lish mumkin, xolam. Mayli, keling sizni ham uzoq kuttirmaymiz. Bizdagi variantlarga diqqat qilasiz. Ushbu mehrga boy tabriknomani sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon singlingiz Bahoraxon nomlaridan kelgan. Rahmat. Rahmat. Shu o'rinda barcha singillaringiz, ammajonlaringiz, ukalaringiz, qolaversa dadajoningiz Najmiddin aka, onajoningiz Noila opa, buvijoningiz Feruza onamiz, akajoningiz Zuhriddin aka, buvajoningiz Zahriddin otamiz, ammajonlaringiz Farida opa, Klara opa hamda singillaringiz Mushtarixon nomlaridan ham tabriklab qolganlar. Rahmat hammalariga, baxtingiz sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan bir samimiy tabriknomalari bor. Shuni sizga Alloh qodir qilguncha yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli, xo'p. Minnatdormiz. Unda men o'qishni boshladim, tinglab turasiz. Xo'p. G'amlar tashlamasin yuzingizga soya. Quvonchiz topmasin aslo nihoya. Men baxtiyor bo'lay quvonchiz ko'rib, menga shuni o'zi bas, shudir kifoya. Assalomu alaykum qalbi bahorim, yuzlari nurim, har doim kulib turguvchi, biz yaqinlarga bor mehrini tuhfa etguvchi, sirdoshim, mehribonim, opajonim. Bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim ikki dunyo savobi saodatlarga erishib yuring. Robbimning eng suyukli bandalari qatorida bo'ling. Opajonim, ko'zlaringizda hech qachon namni ko'rmay, ko'rsam faqat quvonchdan porlagan yuzlaringizni ko'ray. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog'-omon bo'ling ilohim. Mehribonim, jonim opam, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim sizni hamisha yaxshi kunlar, ajib ne'matlari bilan bahramand qilsin. Ilohim Robbim sizni o'z baytiga chaqirsin va yana qayta tavof qilishlikni nasib ro'z aylasin. Mehr oqibatlarimizga ko'z tegmasin. Allohim bizlarni sog' omonlikda uchrashtirsin ilohim. Borligingiz uchun behisob shukr opajonim. O'zingizni doimo ehtiyot qiling. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot. Mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot. Menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman. Vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman. Menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol. Ushalguvchi tilaksiz opa.
Bir dona siz sizga yo'q timsol. Menga juda keraksiz opa deya mana shunday samimiy dil izhorlarini siz tomon yo'llab qo'yishimizni so'raganlar. Rahmat hammalariga. Sizga rahmat. Minnatdorimiz. Marhamat agar Baxtingiz sog' bo'lsin. ilohim. Agar shu o'rinda yana ularga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng o'zlari ham eshitadilar. Rahmat deyman hammalariga, ayamga ham, dadamga ham. Menimga ham rahmat deyman. Xo'jaga ham istagani uchun. Hammasini yaxshi ko'raman. Baxtingiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, tabriklaganlaringiz uchun. Sizga ham rahmat. Ilohim hamisha mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozda bo'lib yuring. Oilangiz, yaqinlaringiz bag'rida o'tayotgan har bir oningiz baxtlarga, quvonchlarga to'lib toshaversin. Yana bir bora tavallud ayyomlaringiz, qarshi olgan 19 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Siz bilan mazmunli suhbat davomida boshlovchi Munisaxon bo'ldi. Samimiy suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Mayli, xo'p, rahmat. Xo'p, sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Mani juda juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.